Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Obunachilar, o'zimizni Kombinat Taxta bozorida Santexnika magazinida Hasanboy akam Santexnika magazinida Hasanboy xatga ko'chdi deganlar uchun ko'chgan manzili mana yangi do'kon ochishgan. Bag'i Toshkesardan kelishi Tuyagum gazirovkasiga yetmasdan 300 metr bag'da qoladi. O Tosh markazi ham bor. Tosh markaziga yetmasdan 200 metr bag'da. Toshkesardan kelganda svetofordan bir 200 metr yurganingizda Kombinatga Hasanboy akam qidirib yurganlar bo'lsa, mana shu ikki do'konni ochishibdi. Ichkarida hozir kirib ko'ramiz, birbirlarini qanaqa nimalar borligini. Olmaylar. Tushunasizlar? Qadrli obunachilar, mana ko'rishlaring mumkin. Dunyoni vibri chetda mana. Ayni elib bo'y turidan bor ekan. Osma rakvinalar. Nasoslar ham bor mana. Yangi ochilgan joy. Bemalol kelaverasizlar. Kombinatda Hasanboy akam, legenda Hasanboy akami yangi filiallari. Mana hatto kombinatda tor bo'lgan joylari, bitta endi kengina bo'pti. Bemalol tanlab yurib, rangini xohlasangiz firmasini tanlab yura olishlaring mumkin. Kollektorlar mana xilma-xil plastmassa necha beka. Smestitildi 20 metrga mana vibr qilib qo'yilibdi. Uzunligi 20 metr. Bo'y turlari bor ekan. Rakvinalarni endi qo'yasizlar mana. Stoykaliklari. Kiramlari. Ancha yaxshi, zo'r. Tanlab yurib, ko'rib yurasiz. Maza qilib urishingdan joy bo'libdi mana. Dazmollar, Santexniklarga dazmollarni mana libboy turidan qo'yilibdi. Amerikanka qatta ko'rgansiz bunaqa Amerikankani? Yuzli Amerikanka. Yuzli adapter. Atrofda ko'rmadim men. Yuzli Amerikankani. Bularni kimlar ishlatar ekan bularni? Gerkules ishlatarmi ekan bu Amerikankani? Malades ama. Magazin zo'r, vibr zo'r. Bemalol kelib xarid qilishlaring mumkin, arzon narxda ekan. Mana. Bu narsa bu. Yangi chiqqan mana mo'ykalarimiz. Unitazlarimiz mana. Xilma-xil. Rangi ham xilma-xil, firmasi ham xilma-xil, narxi ham xilma-xil. Filtrlar ham bor ekan mana. Kollektorlarimiz mana. Rost Free firmasiniki. Men yaxshi firma, yaxshi zo'r chiqaradi. Sushilkalarimiz, katta yo'llarimiz. Radiatorlar ham bor ekan mana. Radiatorlarni shogird bolalardan. Shitamiz akalar kelaveringlar. Radiatorlarni mana bu yerda xohlasangiz o'zlarini rasmlarini chizib berishar ekan. Magazin zo'r, kengina, bemalol fayzli bo'ptimi. Elon Musk milliarderlar qanaqa dushda cho'miladi desalaring, men hozir topdim mana shu dushini. Elon Muskda asobiy Elon Musk cho'miladigan dush. Mana Elon Musk shunaqa dushda cho'miladi mana. Agar oldingi holat bo'lganda mana bunga o'shanaqa. Mana milliarderlar shunaqa dushda cho'miladi mana. Qadrli obunachilar, bizga ham yetkazsa shunaqa narsalarga. Shunaqasini ko'rganmisizlar? Yo'q, shunaqasini o'rnatganmisizlar? Ikkisi birda ekan. Ayni ham o'zi bilan. Radiator, tikkasiga qo'yilgan radiator. Ayni bilan bor ekan mana. Ayni olib yurmaysizlar. Bunaqa radiatorda-chi? Radiatorga qaranglar. 3 ta stenali ekan. Buni quvvati ham pastilaga qaraganda ancha baland bo'lsa kerak. Ustalar nima deysizlar, buni quvvati balandmi, baland emasmi? Kommentariyga yozib olinglar. Kim shunaqa o'rnatgan? O'rnatganlar atmetga qilib qo'yamiz. Shunaqani o'rnatganlarga jo'natib qo'yamiz videoda.
bog'chasi bor tadbirkorlar uchun zo'r unitaz bilan rakmina zo'rlari bor ekan. Rangi ham zo'r, bo'yi ham dahshat mana. Ko'rishlaring mumkin. Xohlasalaring yangi chiqqan iPhone 17 Pro Max rangidan, xohlasalaring shunaqa ko'k rangidan. Bu yerda yana boshqachasi ham bor ekan mana. Shu videoda bog'chasi bor, yangi bog'cha ochgan. Tadbirkorlarga tashlab qo'yasizlar. Unitas rakmina qidirib yurgan bo'lsa, bemalol shu magazin kelinaveradi. Orqadan bor, mana bunaqasi ham bor ekan mana.